do'stlar, CNC kanaliga xush kelibsizlar va biz bilan bugun Nurik BC. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Nurik BC va bugungi videoroligimiz Vyjivaniya 2-qism. Let's go. ketdik. Va hozir kiramiz. Va yunji va qafasga tushunchik. Fakir qo'ydi, bitta lava topdik. Va do'stlar, sizlarga aytmoqchiman, birinchi qismni ashta yaxshi bo'ldi. 100 ta prosmotrdan keyin hozir ikkinchi qismni ko'ryapsizlar. Aktiv bomba bo'ldi hammalariga rahmat. Va uchinchi qismini 150 ta prosmotrdan keyin ko'rishlaringiz mumkin. Va biz ketyapmiz. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmanglar. Albatta. Bugun Sardorbek yo'q. Afsuski 3-chi qismida bo'lishi mumkin. Va hozir Sadmar bilan Nurmuhammad biza olyapti. Hozir chiqishimiz kerak baqa. Yuring. Bo'ldi hozir. Ketdik. Endi battan chiqamizmi yo? Videolar yaxshi ketyapti degan umiddaman. Hozir chiqib olishimiz kerak. Muhammad ketdik. Bir suv bor ekan. Nari tomondan o'tamizmi? Hamma yuring. Mashqda. O'rgimchak ko'rildi. Va yana temir topdim. Hozir shuni olaman. Men temir topib ketmas shekilli, yana bilmadim. Battan keluvdingmi? Yana ko'rlar, qimizlar ham ko'p. Baqirgunchi yaxshi joy topdim. Orqamdan ketdik. Yana temir. So'qqa yana nimadir chiqadi, uni ko'nglim sezyapti. Ishoninglar, ko'nglim yaxshi sezyapti. Chunki yana temir chiqdi. Hozir bo'lar. Fakir bo'lsa fakir qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Baqa yo'q ekan. Va yana temir. Buni o'zim Fakir qilish kerak. U yana temir. Lekin yana temirlar. 26 ta fakir qo'yilgan. Kerak bo'lyapti. Sarılar va temir bozori. O göl bo'lsa battin to'pi bo'ldi. Bu yo'q deydi, yo'q. Bu to'pi ekan, yana temir. Temir juda ham ko'p. Kerakli narsa. O'ylashlar uchun Muhammad temir so'zni ko'p ishlatyapti deb. To'g'ri ko'p ishlatyapti, lekin unga yarasha ham temir juda ham ko'p ishlayapti. Hozirda 31 ta temirimiz bor. Ketdik. O'zimizga keyin set qilamiz. Battan kirmaydi. Xudo xolasa, olmoslar ham chiqib qoladi degan umiddamiz. Qachon keldi? Mana men yo'lni topdim. Hozir mana hovliga keldim. Bu yerdan yana qorong'uroqga yurib. Izmurud topdim. Mana. Sezgandaqa harakat natija. Mana bitta izmurud ikkinchi kundayoq Shoshilamiz. Bu yer tupik. Bu yerga tushmay qo'yavering. tupimi Aniq tupik. ketdik. Va bu kon juda ham yaxshi. Zo'r. Boy kon ekan. Nimaga desalaring, juda ham ko'p narsalar chiqyapti. Resurslar. 100 kilo chiqdi. Mana men bu yerdan gapingiz to'g'ri ekan. Juda ham ko'p narsalar chiqyapti. O'rnimizni ochib bo'ldi. Hozir men o'zim kelgan joyga chiqaman. Olmos. Oltin deganim. Va mana oltin topdik yana. Ko'rishinglar mumkin. Mana oltin do'stlar. Haqiqiy Vyjivaniya o'ynayapmiz. O'zimiz qo'yganimiz yo'q. To'g'ri. Mana bu yerdan chiqishim yo'q. Bitta. Mana oldin eshik yaxshi bo'lardi.
Hozir. Bu orta buldum. Hemen çıkı buldum. Şey çıktı mı? Toptan buluyor. Yo. Adam çıkardım oldu. Yok o kadar bulsa ebe oldu. Uzun oldu. Buldu. Hatta siz kapamayacağım. Hozir. Çok yo'qdir. Nikiden çıkmayaptı. Uzag'landi. Ancha. Ha bo'ldi, nega chiqdi? Chiqdimi? Chiqdi. Ha, o'nasiz. Keling. Yana Oltin necha chiqdi sizga? oldim 2 ta. Hozir yana temir. Mana yana temir chiqdi. Mana temir chiqdi 2 ta dona. Ha, ovolavering, mana olib ketyapman. Yaxshi, bugun set qilar ekanmiz-da. Rosa set qilamiz. Yo, bunaqa chiqyapti temir. Buni taydan yana ko'pgina chiqyapti. Va yana yo'l topdim, oldimga kelsa yaxshi bo'lardi. Tezroq. Hozir ketaman. Yo'q, kelmay qo'yavering. Sen yo'q. Usulni bekitib bo'lmaydi. Fakil qo'ygan joyimizga ketaylik, bo'ldi, yetar. Yoki yanami? Yana tusharmiz agar hozir. Qiziq, yaxshi chiqmayapti, qiziqarli bo'lmayapti. Bo'lmasin endi. Va mana oltin topdim, oldimga ketib ko'rsatardim. Qanaqa? Voy, ana. Mana olishingiz mumkin, mana. Haqiqiy oltin. Aytdim, bir narsalar chiqyapti degan. Ko'p ekan. Asa yuraveraymi, baqa yurdim. Ha, ana chiqdi yana. Yana oltin? Yo'q. Yani topishdi, bunaqa qilyapti. Orqaga va fakilni tuga. Temir. Va yana temir. Temirlar ko'p ekan. Oltin toptirdik. Ha, tepadan temirni olyapman. Oldingda fakilni ko'rsataylik. Ozgina bas. Bitta. Fakilni ham keladi. Kelavering. Ha. Bitta sizga. Rahmat. Ana o'zim bitta. Va mana bu suv, to'g'rilar, temirlar. Oldimga keling, birlaylik. Ket. Hozir temirlarga olib. Sharo'da bugun omadli bo'ldi. Narsalar ikkinchi kun. Chunki juda ham bir masala chiqyapti. Temir tugamayapti. Ertami kechligini bilmaymiz. Mana lava ko'ryapti. Keling. Suvda chiqyapti. Lavani o'ring. Mana jelezaga bormaymiz. Temirga. To'g'ri, u kerak emas. Matni o'lyapti. Mana qayni ko'rinishida mana chiqib qoldi. Mumkin. Tepalarga qarab ketaverasiz. To'g'ri. Mana bitta narsalar. Olmos topganimizda zo'r bo'lardi. Bugun 3 kuncha yashamoqchimiz, lekin Ana biz video boshlashimizdan oldin, ichki kanal o'tkazishimizdan oldin yurgan joyimizdan nima deydi? Nima? Kumush chiqdi. Oltindan olmos. Uzr adashib ketdim. Olmos chiqdi. Uni videoga olmadik. Unda oddiy o'ynayotgandik. Shuning uchun videoga ololmay qoldim. bo'ldi, batta. Va yana yo'l topdim. Kelsak yaxshi bo'lardi. Bag'dichi, qaraychi, mana bu. Yo'q. Bor ekan yo'q. Ko'mir yetarlimi? Mana ko'mir? 2 saydan ko'p ko'mirim bor. Lavani yopaylik hozir. Oltin! Rostdan. Va yana saydan. İzmirut. Qanisiz? Siz hozir ketyapman yoningizda. To'xtab turing, chopib olmang ha. Bo'ldi. Hozir podpishchilarga ko'raylik. Podpishchilar ishonish kerak. Albatta. Shuni oldimda turibdi, kelib ko'rishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Bag'damisiz? Bag'dan ketdingizmi? Bag'dan chapda. Bag'dan. Bag'dan ketdingizmi? Mana keldim. Ha. Ehtiyot bo'ling, davr juda ham ko'p. Va mana. Qani? Vau! Olishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lasiz. Va bu yer juda ham xavfli, nimaga desiz? Ishonavering, ashya xavfli. Bitta
faqat chiqyapti xolos. Bitta uni. Chunki bu olmos oltindan ham noyob narsa. To'g'ri aytasiz. Bu yerda ketishimiz ajoyib yuramiz. Bu yerda yurmaylik. Yuragim. Mo'ynta lava tushyapti. Ketaman. Oltinni qaranglar, obunachilar, do'stlar. Qarashasiz? Oltinni qaranglar, bugun vashshe ko'ynimni qaranglar. Turishini qaranglar, buni ishonaveringlar. Yana men tomonda ham oltin bor, yuring ketdik. Mo'ynta lava bo'lishi mumkin. Do'stlar, shuni ham omadli bo'laman. Zombi. Qani? Va oldingi siz yaxshi bo'lardi. Do'stlar, oltin chiqmay ko'rdilaringmi? Mana yoqda oltin qolib ketdi tomon ekan. Sen 10 ga yuravering. Men unga yurdim. Bo'ldi. Yana temir to'piga kelamiz. Lekin chiqisham borda. To'g'ri. Yoki tepaga chiqamizmi? Shunaqa qilish kerak. Yana Lekin chiqish kerak. lava chiqib qolishi mumkin edi kana. Chiqib ketdi. Tepadan mana qaziymiz, lekin lava chiqib qoladi keyin. Ketdi-da. Shuncha mehnat narsalar ham. Ayting narsalar urushmaydi. Do'stlar, ko'rishlar butun konni to'laganimizdan qorong'uda qolmayapti. Kon hamma yo'qni bo'ldi. Ha, oldindan kesish. Ba'dan ishlay olganmi? Yo'q, ishlay olgan. Qornim o'chyapti. Bitta paqir bo'lsa, paqir suvimiz nimaga suv kerak? pastga tushib ketdi. Lava chiqib bo'lsa shunday ezardik. Hozir ikkita naqa yasayman. 50 ta. Katta kerak emas. Qatdan ketamiz endi. Yo'q, battan emas. Qatdan keluvdik. Bo'ldi, Muhammad. Xaynolmay temirlandi. Hamma yo'q. Baba qatdan keluvdik. Olib tepaga chiqaylikmi yo'q? Tepik. Yana temir. Ben sadece oldingi sıcaklıklar Nasıl yoningizmi? Sal yorug'lik ko'rgandek bo'ldim. To'g'risini aytsam, masalan, ko'nglim sezib shu yerda yo'l bor. Va to'g'ri topdim. Tezroq yur. Sekin. Mashtan. Yo'q. Mashtan keladi shekilli. Birga bersam to'g'ri chiqish kerak. Suv bor ekan. Asli shaxtalardan chiqib olishyapti. Mana qo'yib mana to'g'ri chiqyapti. Bo'ladi, chunki 3 kun yoki 2 kun yashashimiz kerak. Va Sadman ma'noga Taymen narsa qo'ysam bo'ladi. Kirgiz bo'lsa bersangiz. Hozir qo'yaman. Ziyanchi ko'p kerak ekan kirga. To'g'ri. Bitta bundan beraman, ikkita bundan. Son mana. Bitta bundan. Bu agar oltin naqalar chiqib qolsa, o'zingizga olasiz. Va qatib qoldi. Uzr do'stlar, uzr sho'p oldi. Va mana do'stlar, dit uzr sho'p oldi, uzr. Mana uning hozir yana bitta. Mana. Uzr do'stlar, uzr sho'p oldi. 3
Yetadi. Ha, yetadi. Ana oqrog'ini temirdan qilingan. Shuni oltinlagi Do'stlar, sizlardan yana iltimos, kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosish esdan chiqmasin. 3-qismi 150 ta prosmotrdan so'ng chiqadi. Masalan, orqamdan tushgan bo'lar, Maxis nimaga? yo'l topmoqchiman, shunga harakat. Tepaga chiqib ketamizmi yo'q? Albatta, o'sha yo'lga so'rayapman. Savol ishlaydi. Bloklar bormi? Blok